Assalomu alaykum. Avvalambor jamoat ahli. Xo'p, keyin Zakir Tiji ziritillari. Mana shu Zakir Tiji YouTube'ga mana shu bolani qo'yapmiz. O'zimizning jamoat Paxtabat, qishloq Dehay Paxtabat, mahalla Paxtabatda. Xo'p, familiyangiz Shodiyeva? Shodiy Bozor akaning o'g'li mana 6 oydan beri oyoqsiz bo'lib qolgan. Oyog'im, qo'lim ishlamaydi, mana shu jotishda jotib qolgan. Doktorlarga olib boryaptiki, bo'yinda bir o'simta o'sib, nerv tomirni shunday ushlab qolgan. 6 oydan beri mana bu kishilar davolana mana holdan toyib qoldi. Ag'aynlari ham qarab turgan yo'q ekan. Ag'aynlar ham yordam qilyapti, Serovna quvvati yetmayapti. Pulni juda katta talab qilyapti deydi. Nasib bo'lsa mana shunga endi o'zlaringiz bir juda yaxshi nazarda qarangizlarki, mana necha yoshda bachcha? 17. 17 yashar bachcha. Hech vaqt qarab turmangizlar, nasib bo'lsa shu kishi bolalaringizga, nevaralaringizga shu qilgan ehsonlaringizni qaytaradi inshaalloh. Nasib bo'lsa eval-chival bo'lib kelsa hech kim emas. Mana Zakir Tiji zirtillari, mana men tanisalaringiz. Xo'p, men qara shu vaqtdan karamat deydi. Hissalaringizni oyamangizlar. Bular bir sadaqa joriya, eng ehsonlarning kattasi. Bunday holatda qolib ketishlik bu yomon narsa. Mana bir 6 oy oldindan bir kishini chiqardi, Xudoga shukr tuzalib ketdi. Sizlarning hissalaringiz bilan, yordamlaringiz bilan. Qo'ldan kelganicha mana hozir YouTube'larga qo'yamiz, Zakir Tiji kanaliga qo'yamiz buni YouTube'ga. Nasib bo'lsa Zakir va yana o'zingiz bir tushuntirib berib o'tib ketasiz. Mana kasalning holati, mana ota-onasi, ag'aynlari ham mana yordam qilyapti, Serovna quvvati yetmayapti. Shuning uchun qo'ldan kelganicha shu bolaga qo'ldan kelganicha ehson qiljaringizlar shuni olib borsin Toshkentga, o'simtasini oldirib kelsin. 17 yashar bachchaga bu o'bol bo'lyapti ag'aynlar. Hozir o'zimizning mana jamoat paxtamatimizning raislarining ham xabari bor, imomlarning ham xabari bor, mahallalarning ham xabari bor. Yana tushunmovchilik bo'lsa, tanishlaringiz bo'lsa yana so'rab bilishlaringiz mumkin. Hammalaringizning e'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Xo'p, karta nomerni Zokirboy o'zi qo'yadi. Kimning nomerini qo'ysa, Zakir Tiji o'zi nomerini qo'yadi, shu nomerga yig'ishtiradi. Mana shu Bozorboyning o'zining nomerini qo'yib beradi. Nasib bo'lsa shunga yig'ishtiradi. Bitta dushami seti, bitta Izbirbank qo'yib beradi, shunga yig'ishtirib taylaydi. 10 so'mmi, 5 so'mmi qo'ldan kelganicha. Chunki Izbirbankdan dushami setiga taylasa quflanib qolyapti. Bitta Izbirbank ochadi, bitta dushami seti ochadi. Dushami setiga Izbirbankga tashlaydi. Qo'ldan kelganicha hadman bir 2 kunda bir yordam qiljarak shu kishi bir nima qilib borsin. Rahmat. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Mana biran gap bo'lsa muxlislarga gapiring, Bozor aka. Bir yordam qilingizlar, shu deb bo'lib qoldi. Aka-ukalar, og'aynilar jamoat. Opa, siz ham biran gapingiz bo'lsa mana xalqqa gapiring, nima desa. Gapir. Og'aynilar jamoatga bir yordam beringizlar. Mana 17 yashar bachcha mana shunday holatda qolib ketdi. Beldan past ishlamaydi. Mana biran gapingiz bo'lsa gapirib qo'ying. Yelim xalqim, bir yordam beringizlar shu bachchaga. Shunday qoldi bolam deymiz. Mayli. Hammaning e'tibori uchun rahmat. Qo'llab-quvvatlaveringizlar, nasib bo'lsa bundan qaytmasa bolalardan qaytmasa nevaralardan qaytar, nasib bo'lsa tuzalib ketsin. Xudoyim taolo shifosini bersin, g'oyibdan bersin, inshaalloh tuzalib ketsin. Rahmat hammalaringizga. Assalomu alaykum podpischilar, qishloqdoshlar. Mana shu videoni ko'rib chiqdilaringiz, aka-ukalar. Shunga qo'llaringizdan kelsa yordam qiljaringizlar. Hech qo'lingizdan kelmasa bitta like bosib qo'ysangiz, ekranga qattiq ikkita ursangiz like bo'ladi, shulam savob bo'ladi. Chunki 1 yildan beri mana shu bola yotibdi. 16 yoshigacha shu oyog'i chiqib o'rmalab yurgandan beri bu yog'iga shu xalqning ishini qilib yurgan bola edi. Mana shu har bir Paxtabat qishlog'ida har bir xonadonda ishlab chiqqan. Chunki 10 so'mga ham ishlagan, 5 so'mga ham ishlagan, bir xilga yordam ham qilgan. Mana shu Paxtabat o'zimizning xalq ko'rgan, biladi. O'sh hozir juda sastayanasi og'ir, gapirolmaydi, umuman yurolmaydi, pampers kiyib. Chunki yotib qolgan odamni o'zlaringiz bilasizlar, aka-ukalar. Nimasi o holni, sharoitini, yenasi bechara
qarab jatdi. Otasi birinchiga ishlay olmaydi. Bu yoqqa olib boradi, bansaga u yoqqa olib boradi. Bir kunga 500 so'm, 600 so'm, 1000 so'mgacha ketyapti. 1 yildan beri yotibdi. Chunki bo'yindan nima bo'lgan? O'simta o'sganda nerv tomirni zablokirovka qilib taylagan deydi. Javob taylagan Toshkentga olib borib operatsiya qildirish kerak ekan. Shunga 70 ming 80 ming so'm pul kerak deyapti. O'zlarida ham bor, biz ham qarab turganimiz yo'q aka-ukalar. Shu hozir oxirgi palajinaga kelgan, chunki tomortqasini, uchastkasini o'zi yashab turgan uchastkasini sotib davolatadi. Chunki agar biz yordam qilmasak, agar zakon yordam qilsak aka-ukalar, inshaalloh yaxshi bo'lib ketadi. Chunki hech kimning boshiga tushmasin bunday kasal. Biz o'zimiz mana shu Karamat aka bilan ustida turamiz. Buna karta nomer Xudoyor ukamizniki, telefon sozlaydi Shartuzda. Xudoyor ukamizga ham rahmat, o'ziga to'g'inson, brand hisoblaringizga xiyonat qilmaydi. Pulni Karamat aka oladi, Karamat aka Toshkentga shu bolani olib boradi. Boshidan odog'igacha Toshkentga olib borib, anazlarni ham tushirib, ko'rib, o'sh nima qiladi? O'zi shu operatsiyalarda ham qatnashadi. Hamma joyga borayotganini video qilib kuzatib turingizlar. Aka-ukalar, iltimos o'tkazib jarib, yo bo'lmasa, bezor bo'ldik demangizlar. Hech bo'lmasa, pul taylamasangiz, like bosib tarqatib qo'yingizlar aka-ukalar. Chunki palajinas juda og'ir bo'lib qolgan. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar, bitta-bitta duo qilib qo'yingizlar. Chunki mana shunday hech kimning boshiga tushmasin bu kun. Shunday kunda mana shu yordam qilib jarsak, mumkin kelajakda bir xalqimizga foydasi tegadigan inson bo'lib yetishib ketsa, Ronaldo bo'lib ketsa, mumkin shu qishlarimizni polni obod qilib jarar. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar, bitta-bitta duoda bo'lib turingizlar aka-ukalar.